Xolodilnikimizning narxi 1 million so'm. Sababi tepasidagi oblitsovkasi yo'q. Buni o'zingizlar qo'yib olasizlar, lekin ishlashiga 100% garantiya. Bundan tashqari reshotkalari ham bor. Kelib tekshirib olib ketaverasizlar. Va hamda usilitilimiz kolonkasi bilan birga informatsiyasini bemalol telefon qilib bilib olaverasizlar, lekin narxi kelsa, narxi $500. Va hamda 60 kilolik apparatimiz ko'rib turibsizlar. Lot generator deydi. Lotlari ham turibdi, ko'ryapsizlar. Buni narxi $500. Va hamda Palayirimiz 6,5 million so'm 700 litrli bo'ladi. Undan tashqari bu xolodilnikimiz Capri bo'ladi. Buni narxi $500. Mana ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Va hamda turetskiy nomi nima edi buni? Kipmach. Bu 16 million so'm turadi. Yengisi bizda esa $700. Ko'rib turibsizlar, ichini o'zi kam ishlatilgan. Va hamda stationlarimiz 300 ming so'mdan har bir donasi. Lyustralarimiz 400 ming so'mdan ko'rib turganingizdek, bu lyustramizni yonib o'chirilishini ko'rsataman. Bu imенно zontlarning tagida turadi. Buni ham narxi 400 ming so'm. Morozelnik shkaf turetskiy kitmachimiz -22 da ishlaydi. Undan tashqari 400 litrli Berg degan morozelnikimiz bor. Shkaf morozelnik deydimi? Grob xolodilnik morozelnik deydi. Dokumentlari ham bor, narxi $400. Undan tashqari 330 taligi $350. Uni ko'rsatib o'tamiz. Va hamda Vok gaz plitamizning narxi $200 va hamda turetskiy 32 talik misarovkamizning narxi $550. Bu pashta ishlatilmagan. Undan tashqari bunimiz bu ham 220 da ishlaydi, 1 million so'm narxi. Artelimiz 4 million so'm, holatini ko'ryapsizlar, a'lo darajada. Sol xolodilnikimizning narxi $200. 100% ishlaydi, faqatgina remont qilingan, lekin bemalol olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari morozelnikimiz bor. 6 ta mana prishkaligi bo'ladi, narxi $500. Va hamda Vok qozonimiz bor. Bu gazda ishlaydi, narxi $600. Va hamda induksionniy qozonimiz bor. Mana tiylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Buni narxi $600, ozgina ishlatilgan. Hamda mana bunaqa sensorlari ham bor. Buni balandpast qilasizlar. Buni narxi 600, bunisi esa yengi $700 bo'ladi. Va hamda shoku morozelkamiz bor. Muzlarni ushlab turish uchun narxi $200. Va hamda tabak apparatimiz $700. Undan tashqari morozelkamiz bor, vitrini bo'ladi. Buning narxi 4 million so'm. Undan tashqari xolodilnikimizdan 2 talik bo'ladi, Zippel. Buni narxi 2 million 800 ming so'm. Elektroplitamiz 3 talik bo'ladi, narxi $300. Va hamda xolodilnikimiz mana ko'rib turganingizdek, narxi 3 million 200 ming so'm. Izgara pechimiz mana ko'rib turibsizlar, abattiki bo'ladi, narxi $400. Va hamda bunimiz nima edi? Gazovoy filtrimizning narxi $200. Kafe va restoranlar uchun hamma narsamiz bor. Masuda, mayda chudalari bor. Men videosini davom qilib ko'rsatib o'taman. Screenshot qilasizlar-da, egalariga shuni tashlab bersanglar narxlarini aytadilar. Rahmat, sog' bo'linglar.